Mamlakatimizda o'qituvchilarning bilim va tajribasini qadrlash, ularni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning samarasi o'laroq so'nggi yillarda berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda o'z ustida tinim bilmay ishlab, yangi natijalarga erishayotgan pedagoglar soni ham ortib bormoqda. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanida o'z faoliyatini olib borayotgan Naziraxon Maqsudova ana shunday ustozlardan biridir. Imkoniyatlardan unumli foydalanish ortidan qahramonimiz yaxshigina daromad ham topmoqda. Good morning, dear students. Today we speak about speaking. O'zga tillarni o'rganish insonni yangi imkoniyatlar sari yetaklab, keng dunyoqarashga ega bo'lishi hamda yangicha bilimlarni o'zlashtirishga zamin yaratadi. Ana shunday ulug' maqsadni ko'zlagan Naziraxon opa Maqsudova 20 yildan beri pedagogik faoliyat bilan shug'ullanib, bolalarga ingliz tili fanidan professional tarzda saboq berib kelmoqdalar. Mana shu 20 yillik mehnat faoliyatim davomida 100 dan ortiq shogirdlarni yetishtirib chiqardim va ulardan 10 dan ortig'i izimdan ketib, ingliz tili o'qituvchisi sifatida bir necha dargohlarda mehnat faoliyatlarini olib borishyapti. Hozirgi kunda yurtimizda 70% ustamaning joriy etilishi, turli xil sertifikatlar uchun alohida ustamalar to'lanishi, undan tashqari vazir jamg'armasidan beriladigan ustamalar, bularning barchasi o'qituvchi uchun yaratilayotgan sharoitlarning, o'qituvchini ko'kka ko'tarilayotganining bir namuna sifatida ko'rishimiz mumkin. Naziraxon opa xorijiy til bilish darajasi uchun belgilangan 70% hamda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi jamg'armasi tomonidan tayinlangan vazir ustamasiga ham munosib ko'rilganlar. Ayni paytda 20 million so'mdan ziyod maosh olmoqdalar. Bir necha yil oldin yurtboshimiz o'qituvchilarning oyligini $1000 ga chiqaramiz degan va'dani berganlarida bu bizga orzudek tuyulgan, lekin hammasi asta-sekin amalga oshib kelmoqda. Hozirgi kunda o'zim $2000 maosh olishga erishdim. Bizning maktabimizda deyarli barcha o'qituvchi $1000 dan ortiq maosh olishadi. 50% dan ko'p o'qituvchimiz $1500 dan ko'p maosh olishadi. Buning ortida yetarlicha mehnat, yetarlicha izlanishlar bor. Mamlakatimizda so'nggi yillarda yoshlar ta'limiga bo'lgan e'tibor kuchayishi barobarida muallimlarning nufuzi, moddiy va ma'naviy qo'llovi ham tobora ortib bormoqda. Bu esa bilimli avlodni kamol toptirish, yorug' kelajak poydevorini mustahkam barpo etishda ustozlarning mehnati, zahmati nechog'lik muhim ekanligini e'tirof etish hamda ularga ko'rsatilayotgan ehtiromning yorqin ifodasidir.